Bugun gapiradigan mavzuyimiz juda muhim. 1 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonalarda bemor uchun tartiblar o'zgardi. Bu o'zgarishlar faqat shifokorlar yoki dorixonalar ishiga tegishli emas. Bu har bir oilaga, har bir pensionerga, surunkali kasalligi bor odamga, farzandini shifokorga olib boradigan ota-onaga, hatto men ham kasal bo'laman deydigan insonlarga ham taalluqli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Qaysi holatda bepul xizmat olasiz? Qaysi holatda pul to'lashingiz mumkin? Dorixonada nimalarga e'tibor berish kerak? Kasalxonaga yotishda qanday hujjatlar talab qilinadi? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri qadam sabab odam bepul olishi mumkin bo'lgan xizmat uchun pul to'lab qo'yishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bunday muhim tibbiy va ijtimoiy mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda tushuntirib boraman. Avval ko'pchilik bemorlar tibbiyot tizimida bir xil muammoga duch kelardi. Odam poliklinikaga boradi, navbat kutadi. Oilaviy shifokorga kiradi. Keyin tor mutaxassisga yo'llanma kerak bo'ladi. Laboratoriya tahliliga yuboriladi, dorixona izlaydi. Ba'zan kasalxonaga yotish masalasi chiqadi. Har bir bosqichda savollar paydo bo'ladi. Bu xizmat bepulmi yoki pullikmi? Yo'llanmasiz borsam qabul qiladimi? Dorimni davlat hisobidan olsam bo'ladimi? Kasalxonada dori-darmon o'zimdanmi yoki muassasa beradimi? Oldin bu savollarga javob ko'p joyda aniq bo'lmasdi. Bir hududda bir xil aytiladi, boshqa hududda boshqacha tushuntiriladi. Bemorning qo'lida qog'oz hujjatlar bo'ladi. Tahlil natijalari yo'qolib qoladi. Shifokor boshqa muassasadagi ma'lumotni ko'rmaydi. Natijada bemor bir xil tahlilni qayta topshiradi. Bir xil dori qayta yoziladi. Vaqt ham, pul ham ketadi. 1 avgustdan boshlab asosiy urg'u 3 narsaga qaratildi. Birinchisi, poliklinikada xizmat ko'rsatishni tartibga solish va bemorni birlamchi bo'g'inda to'g'ri yo'naltirish. Ikkinchisi, dorixonalarda retsept, narx va dori berish tartibini nazorat qilish. Uchinchisi, kasalxonaga yotqizish va davolanish jarayonida yo'llanma, elektron ma'lumot va kafolatlangan xizmatlarni aniq ajratish. Men buni juda sodda qilib aytaman. Endi tizim kim birinchi kelsa, o'sha o'zi yo'l topadi degan tartibdan bemorning yo'li oldindan aniq bo'lishi kerak degan tartibga o'tyapti. Ya'ni bemor poliklinikadan boshlaydi. Oilaviy shifokor holatni baholaydi. Kerak bo'lsa tor mutaxassisga, tahlilga yoki kasalxonaga yo'llaydi. Dorixonada esa retsept bo'yicha beriladigan dori retseptsiz sotilmasligi, bepul yoki imtiyozli dori alohida ro'yxat bo'yicha berilishi, narxlar esa belgilangan tartibda ko'rsatilishi kerak. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, poliklinika endi shunchaki spravka oladigan fan joy emas. Poliklinika bemor uchun asosiy kirish eshigi bo'lib qolmoqda. Agar sizda qon bosimi yuqori bo'lsa, qandli diabet bo'lsa, yurak bilan muammo bo'lsa, bola tez shamollasa, homilador, ayol nazoratda tursa, avvalo oilaviy shifokor yoki umumiy amaliyot shifokoriga murojaat qilinadi. Masalan, 62 yoshli otaxonning qon bosimi 1 otumga 100 bo'lib yuribdi. Oldin u to'g'ridan to'g'ri kardiolog qidirgan, keyin pullik klinikaga borgan. U yerda EKG, UZI, qon tahlillari, yana 3-4 xil tekshiruv tavsiya qilingan. Endi to'g'ri yo'l shunday otaxon biriktirilgan poliklinikaga boradi. Oilaviy shifokor bosimini o'lchaydi, xavf omillarini baholaydi, kerakli minimal tahlillarni belgilaydi. Keyin haqiqatan zarurat bo'lsa kardiologga yo'llanma beradi. Bu nimaga kerak? Chunki har bir bosh og'rig'i kardiolog muammosi emas. Har bir holatda qimmat tekshiruv shart emas. To'g'ri saralash bemorning pulini ham, vaqtini ham tejaydi. Ikkinchi muhim o'zgarish, elektron navbat, elektron yo'llanma va elektron retsept tartibi kuchaymoqda. Bu degani bemorning murojaati, shifokor xulosasi, qaysi mutaxassisga yuborilgani, qaysi dori yozilgani tizimda ko'rinib turishi kerak. Albatta, hamma joyda bir kunda ideal ishlaydi deb aytmayman. Qishloq hududida internet sust bo'lishi mumkin. Ayrim xodimlar yangi tizimga endi o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Lekin yo'nalish aniq, qog'ozdan elektron tizimga o'tish kuchayadi. Buning foydasi oddiy. Masalan, 15 yoshli bolasini poliklinikaga olib bordi. Bolada isitma, yo'tal, tomoq qizarishi bor. Shifokor antibiotik yozishdan oldin bolani ko'radi. Kerak bo'lsa tahlil qiladi. Agar elektron retsept bo'lsa, dorixonada farmatsevt aynan shifokor yozgan dorini, dozasi va miqdori bilan ko'radi. Bu antibiotikni o'zboshimchalik bilan ichish, noto'g'ri doza berish, 3 kun ichib tashlab qo'yish kabi xavflarni kamaytiradi. Uchinchi masala dorixonalar. Endi dorixonada menga qushloq dori bering,
qo'shnimga foyda qilgan ukolni bering, antibiotik bering, retseptim yo'q degan holatlar to'g'ri cheklanadi. Retsept bilan beriladigan dori retsept asosida berilishi kerak. Ayniqsa antibiotiklar, gormonal preparatlar, kuchli og'riq qoldiruvchilar, ayrim yurak dorilari, bosim dorilari, psixotrop yoki maxsus nazoratdagi preparatlar bo'yicha tartib qat'iylashadi. Kimdir aytishi mumkin, bu noqulay-ku, oldin dorixonaga kirib olardik. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Bu noqulaylik emas, bu xavfsizlik. Chunki dorini noto'g'ri qabul qilish ba'zan kasallikdan ham xavfli. Masalan, odam yo'tal uchun antibiotik oladi. Aslida kasallik virusli bo'ladi. Antibiotik yordam bermaydi. Aksincha ichak mikroflorasini buzadi, allergiya qiladi. Keyingi safar haqiqiy bakterial infeksiyada antibiotik ta'siri pasayadi. Yoki odam qon bosimiga qo'shnisining dorisini ichadi. Bosimi keskin tushib ketadi, hushidan ketadi. Shuning uchun retsept talabi bemorni qiynash uchun emas, himoya qilish uchun kiritiladi. 4-masala bepul va imtiyozli dorilar. Bu yerda ko'p odam adashadi. Hamma dori ham bepul emas. Bepul dori aniq ro'yxat, aniq tashxis, aniq toifa va aniq tartib asosida beriladi. Masalan, ayrim surunkali kasalliklar, ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar, bolalar, homilador ayollar yoki alohida ro'yxatdagi bemorlar uchun davlat hisobidan beriladigan dori bo'lishi mumkin. Lekin odam, men pensionerman, demak hamma dorim bepul deb o'ylasa, bu to'g'ri emas. Qaysi dori, qaysi tashxis, qaysi ro'yxat va qaysi muassasa orqali berilishi muhim. Misol keltiraman. 28 yoshli ayolda qandli diabet bor. U har oy qonni tushiruvchi dori oladi. Agar u dispanser nazoratda tursa, tashxisi hujjatlarda tasdiqlangan bo'lsa, oilaviy shifokor yoki endokrinolog ko'rigidan o'tgan bo'lsa, unga ayrim dorilar imtiyozli yoki bepul berilishi mumkin. Lekin u shunchaki dorixonaga kirib, menda diabet bor, bepul bering desa, dorixona bermaydi. Chunki dorixonaga asos kerak. Elektron retsept, imtiyozli ro'yxat, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumot. 5-masala kasalxonaga yotish. Endi kasalxonaga yotish ham tartibsiz bo'lmasligi kerak. Shoshilinch holat alohida, rejali davolanish alohida. Agar odamda insult alomati bo'lsa, yurak xuruji bo'lsa, og'ir jarohat bo'lsa, kuchli qon ketishi bo'lsa, nafas yetishmasa, tez yordam chaqiriladi va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bunday holatda yo'llanma olib keling deb vaqt yo'qotish mumkin emas. Lekin rejali holatda, masalan, odam tetsasidagi muammo bilan travmatologiya bo'limiga yotmoqchi yoki surunkali gastrit bo'yicha tekshiruvdan o'tmoqchi yoki operatsiyani reja asosida qildirmoqchi bo'lsa, poliklinika orqali yo'llanma, tahlillar, oldindan ko'riklar talab qilinadi. Bu nima uchun kerak? Birinchidan, kasalxonada joy to'g'ri taqsimlanadi. Ikkinchidan, bemorning holati yotishdan oldin baholanadi. Uchinchidan, keraksiz yotqizishlar kamayadi. Eng avvalo surunkali kasalligi bor odamlar diqqatli bo'lish kerak. Qandli diabet, arterial gipertoniya, bronxial astma, yurak yetishmovchiligi, epilepsiya, onkologik kasalliklar, buyrak yetishmovchiligi, ruhiy salomatlik bilan bog'liq kasalliklar, nogironlik holati bo'lgan odamlar o'z hujjatlarini tartibga keltirishi kerak. Chunki imtiyozli dori, nazorat ko'rigi. Kasalxonaga yo'llanma aynan hujjat va elektron ro'yxatga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi guruh keksalar. Ko'p keksalar dorini yillab bir xil ichadi, lekin oxirgi marta qachon shifokor ko'rigidan o'tganini eslamaydi. Masalan, bu 5 yildan beri bosim dorisini ichadi. Lekin buyrak tahlili, yurak tekshiruvi, qondagi elektrolitlar holati tekshirilmagan. Endi dorini uzluksiz olish uchun xavfsiz davolanish uchun poliklinikada nazoratdan o'tish juda muhim. Uchinchi guruh farzandi bor ota-onalar. Bolaga antibiotik isitma tushiruvchi allergiya dorisi, yo'tal siropi berishda ehtiyot bo'lish kerak. Dorixonada eng yaxshi sirop degan tushuncha yo'q. Bola yoshi, vazni, allergiyasi, boshqa kasalliklar hisobga olinadi. 1000 kilogramm bola bilan 3 kilogramm bolaning dozasi bir xil emas. Shu sababli ota-onalar retsept va shifokor ko'rsatmasiga jiddiy qarash kerak. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agar siz shoshilinch holatda bo'lsangiz, sizga yordam ko'rsatilishi kerak. Agar siz ro'yxatdan o'tgan poliklinikangizga borib tartib bo'yicha murojaat qilsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, shifokor ko'rsatmasiga amal qilsangiz, siz uchun tizim ancha tushunarli bo'ladi. O'zgarishlardan qo'rqish kerak emas, faqat tartibni bilish kerak. Birinchi istisno shoshilinch yordam. Shoshilinch holatlarda odamdan birinchi navbatda pul, hujjat, yo'llanma talab qilib vaqtni cho'zish noto'g'ri. Hayot uchun xavfli holatlar alohida tartibda ko'riladi. Masalan, odam ko'kragida kuchli og'riq bilan keldi, sovuq ter bosyapti, chap qo'lga og'riq tarqayapti.
Bu yurak xuruji bo'lishi mumkin. Bunday holatda avval yordam, keyin hujjat. Ikkinchi nozik joy, pullik va bepul xizmatni ajratish. Davlat muassasasida ham hamma narsa avtomatik bepul degani emas. Kafolatlangan paketga kiradigan xizmatlar bor. Qo'shimcha yoki bemorning xohishiga ko'ra qilinadigan xizmatlar bor. Masalan, shifokor zarur deb hisoblagan minimal tahlil bepul bo'lishi mumkin. Lekin bemor o'zi xohlagan qo'shimcha kengaytirilgan tekshiruvni pullik asosda topshirishi mumkin. Eng muhimi, sizdan pul so'rashsa, nima uchunligini so'rashga haqqingiz bor. Bu xizmat qaysi asosda pullik kvittansiya beriladimi? Ro'yxatda bormi? 3-nozik joy. Yo'llanmasiz to'r mutaxassisga borish. Ayrim odamlar oilaviy shifokorga kirmay, to'g'ri nevropatolog, kardiolog, endokrinolog yoki lor shifokoriga kirishni xohlaydi. Lekin tizimli maqsad birlamchi saralashdir. Agar hamma to'g'ridan to'g'ri to'r mutaxassisga borsa, navbatlar uzayadi. Haqiqatan og'ir bemorlar kutib qoladi. Shu sabab ko'p hollarda oilaviy shifokor yo'llanmasi kerak bo'ladi. Ammo ayrim istisno holatlar bo'lishi mumkin. Homiladorlik nazorati, dispanser kuzatuvi, avvaldan belgilangan qayta ko'rik, shoshilinch simptomlar. Buni o'z poliklinikangiz registraturasidan yoki oilaviy shifokoringizdan aniqlang. 4-nozik joy, dorixonada almashtirish. Shifokor bir dori yozadi. Dorixonada esa mana shuning o'rniga boshqasini oling, tarkibi bir xil deyishlari mumkin. Ba'zan bu haqiqatan mumkin, chunki bir xil ta'sir moddasiga ega generik dorilar bo'ladi. Lekin har doim ham bemor o'zi qaror qilmasligi kerak. Ayniqsa yurak, bosim, epilepsiya, gormon qon suyultiruvchi, insulin va bolalar dorilarida shifokor bilan maslahatlashmasdan almashtirish xavfli. Siz dorixonada ta'sir moddasini, dozasini qabul qilish shaklini va ishlab chiqaruvchisini so'rashga haqqingiz bor. 5-nozik joy, chek va narx. Dorixonadan dori olganda chek oling. Chek faqat soliq uchun emas, sizning huquqingiz uchun ham kerak. Agar dori sifatsiz chiqsa, noto'g'ri berilgan bo'lsa, narx bo'yicha savol tug'ilsa, chek isbot bo'ladi. Dori qutisidagi yaroqlilik muddatini tekshiring. O'rami ochilgan, yozuvi o'chgan, seriyasi ko'rinmaydigan dorini olmang. Sovuq zanjirda saqlanish kerak bo'lgan dori, masalan, ayrim insulinlar yoki vaksinlar oddiy javonda turgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 6-nozik joy, kasalxonada dori masalasi. Bemor kasalxonaga yotganda hamma dorini o'zingiz olib kelasiz degan gapni ko'p eshitganmiz. Endi bemor buni aniqlashtirish kerak. Agar davolanish davlat kafolatidagi xizmat doirasida bo'lsa, xususan belgilangan dori va sarflanadigan materiallar bilan ta'minlashi kerak bo'lgan holatlar bor. Lekin har bir bo'lim, har bir davolash turi, har bir operatsiya bo'yicha ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun bemor yoki uning yaqinlari bo'limdan yozma ro'yxat so'rashi kerak. Qaysi dori muassasa hisobidan, qaysi biri bemor hisobidan, nima uchun? 7-nozik joy, ro'yxatdan o'tgan joy va yashayotgan joy. Ko'p odam bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa tumanda yashaydi. Poliklinikaga biriktirish masalasini oldindan hal qilmasa, kerakli paytda muammo chiqadi. Men shu yerda yashayman deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Shuning uchun yashayotgan hududingizdagi poliklinikaga borib, biriktirish tartibini, kerakli hujjatlarni elektron bazada ko'rinishingizni tekshirib qo'ying. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi oilaviy poliklinika registraturasiga murojaat qiling. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, agar bola bo'lsa ota-onaning hujjati. Doimiy yoki vaqtincha yashash manzili bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz elektron tizimda boshqa joyda ko'rinsangiz, buni to'g'rilashni so'rang. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokoringizni biling. Ismi, qabul kunlari, telefon orqali yozilish imkoniyati, patronaj hamshirasi kimligi, surunkali bemorlar qachon nazoratdan o'tishi kerakligi haqida ma'lumot oling. Ko'p muammo shifokorga kech murojaat qilishdan chiqadi. Qon bosim minnaqtarga chiqqandan keyin emas, minnaga bo'lib yurishni boshlaganda murojaat qilish kerak. 3-qadam, hujjat papkasi tayyorlang. Bu juda oddiy, lekin juda foydali. Papkada pasport nusxasi, tibbiy karta ma'lumotlari, oxirgi tahlillar, UZI, EKG, rentgen javoblari, kasalxonadan chiqarilgan epikrizlar, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi, dori allergiyasi haqida yozuv bo'lsin. Agar sizda diabet bo'lsa, qand ko'rsatkichlari yozilgan daftar tuting. Agar bosim bo'lsa, ertalab kechqurun o'lchab yozing. Shifokorga bosimim chiqadi deyishdan ko'ra, oxirgi 10 kunda ertalab bit EKG, bit 6, kechqurun pirib o'tib 5 atrofida bo'ldi desangiz, davolash aniqroq bo'ladi. 4-qadam.
Dorilar ro'yxatini yozib yuring. Qaysi dorini ichyapsiz? Doza qancha, kuniga necha marta, qachondan beri kim yozgan? Ko'p bemor shifokorga kelib, o'q tabletga ichaman deydi. Bu yetarli emas. Bir oilada 3 kishi bo'lsin dorisi ichsa, dorilar aralashib ketishi mumkin. Telefoningizga suratga olib qo'ying yoki qog'ozga yozing. 5-qadam, dorixonada 3 narsani tekshiring. Birinchisi dori noma ta'sir moddasi, ikkinchisi doza. Uchinchisi yaroqlilik muddati va chek. Agar shifokor 5 mg yozgan bo'lsa, dorixonadan 1 mg olib, yarmini ichaman deyish har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi tabletkalar bo'linmaydi. Ba'zilarining qoplamasi maxsus bo'ladi. Shubha bo'lsa, shifokorga yoki farmatsevtga aniq savol bering. 6-qadam, bepul yoki imtiyozli dori masalasini og'zaki emas, aniq ro'yxat bilan so'rang. Poliklinikada shunday deb so'rang. Mening tashxisim bo'yicha bepul yoki imtiyozli dori ro'yxati bormi? Meni elektron ro'yxatga kiritish kerakmi? Retsept qanday beriladi? Dorini qaysi dorixonadan olaman? Bu savollar sizning haqqingiz. Uyalish kerak emas. 7-qadam. Kasalxonaga rejali yotishdan oldin ro'yxat tuzing. Sizga qanday tahlillar kerak? Yo'llanma kimdan olinadi? Qaysi kuni borish kerak? Ovqatlanish tartibi qanday? O'zingiz bilan nimalar olib borasiz? Qaysi dorilarni davom ettirasiz? Qaysilarini vaqtincha to'xtatasiz? Masalan, konsul turuvchi dori ichadigan bemor operatsiyadan oldin buni albatta shifokorga aytish kerak. Aks holda qon ketish xavfi oshadi. 8-qadam, pul so'ralgan holatda kvitansiya talab qiling. Davlat muassasasida yoki dorixonada to'lov qilayotgan bo'lsangiz, chek yoki kvitansiya oling. Kassasiz beramiz, arzonroq bo'ladi degan gapga aldanmang. Keyin muammo bo'lsa, isbotingiz bo'lmaydi. Agar sizdan tushunarsiz to'lov so'ralsa, muassasa rahbariyatiga, ishonch telefonlariga yoki tegishli organlarga murojaat qilish mumkin. 9-qadam, shoshilinch belgilarini yodda tuting. Ko'krakda kuchli og'riq, nafas yetishmasligi, yuz qo'l oyoqning bir tomoni uvishishi yoki ishlamay qolishi, nutq buzilishi, hushdan ketish, kuchli qon ketish, bolada tinmaydigan isitma holsizlik. Homilador ayolda qon ketishi yoki kuchli og'riq bo'lsa, poliklinika navbatini kutmang, tez yordam chaqiring. 10-qadam, o'z huquqingizni xotirjam talab qiling. Baqirish, janjal qilish, shifokor yoki farmatsevt bilan urishish foyda bermaydi. Aniq savol bering, javobni yozib oling, hujjat so'rang. Masalan, iltimos, menga bu xizmat nega pullik ekanini tushuntirib bering. Qaysi ro'yxat asosida bu dori berilmayapti? Meni qaysi mutaxassisga yo'llayapsiz? Va yo'llanma elektron tizimga kiritildimi? Shunday savollar tizimni ham tartibga chaqiradi, sizni ham himoya qiladi. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarning mazmuni shuki, poliklinika bemorning asosiy yo'nalish nuqtasiga aylanadi. Dorixonada retsept va dori xavfsizligi bo'yicha nazorat kuchayadi. Kasalxonaga yotish esa shoshilinch va rejali holatlarga aniq ajratiladi. Bu tartiblar boshida biroz noqulay tuyulishi mumkin, lekin maqsad bemorni sarson qilmaslik, keraksiz xarajatni kamaytirish. Dorini noto'g'ri ichishning oldini olish va bepul xizmatlar haqiqatan kerakli odamga yetib borishini ta'minlashdir. Mening asosiy tavsiyam, poliklinikangizni aniqlang, hujjatlaringizni tartibga keltiring, dorilar ro'yxatini yozib yuring. Retseptsiz kuchli dorilarni olmang. Kasalxonaga yotishda nimaning bepul, nimaning pullik ekanini oldindan so'rang. Eng muhimi, o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin poliklinika. Dorixona yoki kasalxonada qanday o'zgarish sezildi? Navbat kamaydimi? Dorini olish osonlashdimi yoki aksincha muammo bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchrayotgan savollar bo'yicha alohida video tayyorlayman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak.